Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan 29-dars Document va Window parametrlariga oid Foodlover loyihamizni davom ettiramiz. Hop, bugun model o'yini yasashni o'rganamiz. Model o'yinini yasashdan oldin dastlabki kodlarni olib olasizlar. HTML kodlari. Hop, bu JavaScript kodlari. Sizlar o'tgan darsdagi 27-darsdagi amaliyotimizni qilgan bo'lsanglar, dastlabki kodni shart emas. Xo'sh, endi biz data model degan atributimizni qo'shib olamiz har bitta kontakt aslarga. Hop, buning uchun biz kontakt asni Ctrl F qilib qidirib olaman. Va bizda 3 ta kontakt as bor ekan. Va shu kontakt aslarni yuqori qismiga qo'shamiz. Birinchi kontakt aslarni ko'rib olaylik. Hammasini yuqori qismiga qo'shsak bo'ladi. Hozir hammasi belgilandi. Ctrl F2 ni bossanglar, hammasi belgilandi. Kontakt as bo'ldi. Masalan, siz uchun yordam deb yozib qo'yaman. Sayt ichidagi hamma kontakt aslar o'zgaradi. Qayta ochib ko'ramiz. Button bu o'zgardi. Xo'p, endi oldingi holatga qaytaraman. Va biz data model degan atribut qo'shamiz. Date model. Mana shuni data model qo'shdik. Hop, bu nima uchun kerak? Bosganda shu kontakt asni bosgan paytda model o'yini ochiladi. Shu uchun kerak bizga. Hammasiga mana qo'shib oldik. Kontakt as, mana data model. Bunda ham data model bor. Hop, endi keyingi qadam mana turaylik. Model o'yinini ko'rinishini yasab olishimiz kerak. Footerni pastida joylashgan bo'ladi. Hop, buni vaqt ketkazmaslik uchun ko'rinishini olib footerni pastiga joylab qo'yaman. Footerimiz shuni pastidan tashlab olamiz. Hop, endi ko'ramiz. Eng pastga tushsam hozir bizda model o'yini hosil bo'lishi kerak. Faqat hidden berib qo'yilgan menimcha. Ochamiz. Flex va hidden birga turibdi. Hidden olib tashlayman. Hozirda mana model o'yinimiz paydo bo'ldi. Bu saytni doim ustida turadi. Va hiddenni ham chaqirib qo'yamiz, yo'q tursin. Bo'ldi. Endi keyingi qadamga o'tamiz. Hop, model o'yinini ochish va yopish buttonlarini ishga tushiramiz. Ya'ni kontakt asni bosgan payt ochilishi kerak, buni bosgan payt yopilishi kerak. Hop, buning uchun bizga kerakli elementlarni tanlab olamiz. Bizga kerak bo'ladi data model. Hop, data model o'sha buttonlarni bosishimiz uchun hop, bugun 29-dars. Hop, tanlab olamiz. Model open buttons deyman. JavaScript ochib olaman. 2 bo'lib olamiz.
pastdan tushib, timerlardan keyin mana bu pastidan modalni oching. Hop, model let model open buttons deyman. Document query selector all deymiz. Va data model deymiz. Keyin let model deb olamiz. Document query selector va model deymiz. Let model close button deymiz. Document query selector model close deymiz. Hop, misol kichikroq qilib olamiz. Hop, bu data model bizaga patterlarimiz tanlab olish uchun kerak. Hop, bu model esa shu model o'ynamiz mana bu. Hop, bu model close esa X ni bosgandan keyin yo'q bo'lish. Button'ni X ni bosgan paytimiz mana DX turibdi. O'shani yo'q qilishimiz uchun tanlab olyapmiz. Hop, endi biza model open buttons degan patternlarimizga for each yordamida iteratsiya qila olamiz. Button nokta element listener click va model deymiz. Class list qo'shamiz. Remove qilaman. Hidden hozir ko'rinmay turibdi. O'shani olib tashlayman birinchi navbatda. Bosgan paytimizda shunda ko'rinadi bizga. Ishlatib ko'ramiz. Bosaman mana. Yo'q bo'ladi ko'rinadi. Lekin buni bosgan paytda yana yopish kerak. Yopish uchun nimani tanlaymiz? Model close button deyman. Hop, bu bitta. Shuning uchun iteratsiya qilayotmaymiz. Buradan element listener false qo'shaman. Bu ham click false olsin. Va model deyman. Nokta class list deyman. Add deyman. Va hidden deyman. Ya'ni X bosgan payt yana hidden class'da qo'shib beradi. Va boshqasini bosaylik. Kontagas bosaman, ko'rinyapti. X bosaman, yo'q bo'ladi. Kontagas bosaman, ko'rinyapti. X bosaman, yo'q bo'ladi. Bu timerimiz har kun kamayib boradi. O'tgan safar 20 soat turdi, 34 daqiqa. Bugun mana 34 kunu 7 soat bo'lib turibdi. Bizani model o'ynamiz ishlayapti. Va bu model o'yinida ism va telefon raqamini yozib yuboradi. Bu Telegramga borib tushadi. Hop, bo'ldi. Sizlar mana shu quyidagi 3 ta amalni bajarasizlar. Men kabi mana bu ko'rinishga keltira olasizlar. Hop, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.